2026-yilning eng chiroyli juftligi deb tan olingan Yulduz Rajabova va Emre Kvilljim O'zbekistonning eng jozibali, odobi va madaniyati bilan ajralib turadigan aktrisalardan biri. Çok zor sorular bunlar. Kalbi güzel olması yeter. Yulduz Rajabova haqida yana bir quvonchli xabar. Turkiyaning mashhur aktyori Emre Kvilljim bilan ularning muhabbat qissasi ko'pchilikka allaqachon tanish edi. Ijodiy hamkorlikdan boshlangan bu samimiy tuyg'ular vaqt o'tib haqiqiy sevgi va nikoh bilan mustahkamlandi. Ular 2020-yilda suratga olingan Mendirman Jaloliddin serialida bosh qahramonlar, ya'ni Jaloliddin va Qutlubeka obrazlarini ijro etishgan. Emre Kvilljim intervyularidan birida Yulduzning hozir O'zbekistonda yashayotganini aytib, sog'inch albatta oson emas, lekin u shunday deydi: masofa qanchalik qiyin bo'lmasin, bir kun kelib birga bo'lishimiz uchun bularning barchasi arziydi. Shuningdek, u Yulduz haqida iliq fikr bildirib, Yulduzda hech kimda yo'q mehrli qalb bor deya ta'kidladi. Bugun muxlislar ularni yilning eng chiroyli va eng munosib juftligi deb atashmoqda. Ijodiy hamkorlikdan boshlangan muhabbat qissasi haqiqiy baxt sari yetaklashi esa ko'pchilik uchun ilhom manbaiga aylangan. Videoni ko'ring va albatta o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Yana bir o'zbek aktrisasi Turkiyada o'zining yangi hayotini boshlamoqda. Çok zor sorular bunlar. Kalbi güzel olması yeter. Herkese Yıldız gibi. Olur. Olur. We need it now. Let's go. Whoa, son. So, where do we now? I belong. You belong with me, you're my sweetheart. I belong. Görünce gözlerine alamadan baktığım şey gördüm. Yok hiç.